Assalomu alaykum yurtdoshlar, qadrdonlar. Asaka tumani Qoratepa qishlog'idan gapiramiz. Hozir mashxonada bizni o'qitgan o'qituvchilar o'tirishdi. Katta o'qituvchilar, faxriy o'qituvchilar o'tiribdi. Hozir kirib ozgina syomka qilamiz. Hamma sog'ingan baribir eski domlalarni o'qitgan o'qituvchilarimizni hamma sog'ingan. Faqat ko'rasizlar, xudo xolisa. Bilmasdan kiraman. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Yaxshiman. Charchamasdan. Biz faxriy o'qituvchilarimiz mana. Rahmat. Men ham so'raman. Hammalarning sig'asizlar. Bolaga o'quvchilarimiz ko'rsa birozim o'qituvchilarimiz ko'rib bo'lsa, mana o'qituvchilarimiz o'tiriblar, o'quvchilarimiz ko'rib bo'lsa, o'qituvchilarimiz Bolaga gapirib qo'ying, javob dasturxonimiz ko'rsatmagan. Estaliye. Seni olishingga dasturxonimiz tuzuymish. Hazır sonra. Ben turayapmiz-da. Qishlog'imiz ko'z tegmasin, shu tumandagi, viloyatdagi eng ko'zga ko'ringan qishloqlardan bo'lyapti. Bundan buyog'iga mana shunday obodonlashtirish ishlari davom etib, Qoratepani sha'ni yana ham yuqori darajaga ko'tarilsin. Bunda shu xalqimizni qo'shayotgan hissasi albatta katta. Xalqimiz agar shu qilayotgan ishlarda shu rahbarlarimizni boshqa tadbirkorlarda qo'llab-quvvatlamaganda bu ishlar bo'lmas edi. Albatta. Rahmat. Eng avvalo Qoratepa xalqiga rahmat, ana shuni tashkil qilgan tashkilotchilarga. Rahmat sizlarga hammasiga. Salomat bo'lsin. Ham bo'lmasin. Endi men qo'shimcha qilib qo'yay, mana Shuhrat Sobirov blogerimiz Qoratepa Asaka tumani go'zal Qoratepa qishlog'idan gapiramiz deb, mana hamma bo'layotgan ishlarni amalga oshirib, suratga olib, butun O'zbekiston bo'yicha ko'ryapti. Mana shu bolaga ham omad tilaymiz, tanijoni sog' bo'lsin. Rahmat. Mana shunaqangi yaxshi voqealarni videoga olib, xalqimizga namoyish qilamiz. Rahmat. Biz o'zimlar ham chiqib ketdik. Biz o'zimlar ham chet ellarga Bir keting qishlog'imizga Qorong'i tushganda keling deng. Qishloq. Tomonga. Boshmagan darsga ham kech qolardim. Chirag'ini yaxshi Zapondan keldim. Oli ham keldi. keldi mana, shundan keldi. Haqiqatda mana oldi 80ga ketayotgan bo'lsak, qolganimiz 70 tepasidan. Mana shu o'tgan kunlarni bunday ko'z oldimizga keltirib qiyoslasak, 1000 marta shukr qilsak bo'laveradi. Juda ulug' shukrlar bo'lyapti. Endi Shuhratbek, buni nomini nima deb qo'yasiz? Salomlasini. Faxriy o'qituvchilar deb qo'yaman-da. Ustozlarni kim taniydi nom qo'ying. Ha? Qanaqa chiqadi? O'zi sizlarni sog'inganlarim juda ko'p-da. Endi o'qitgan O'quvchilarimiz hozir o'quvchilaring ko'p. xursand bo'ladi. Xursand bo'ladi. Rahmat. Hammalaring sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat. Esdalik uchun olindi. Rahmat. Shuhratbekni oshnasi boksdan joy yaxshi edi. Aka ham mana Turkiy bo'lganda. Haligi sizlarni eslaringda bordi. Isir chempionatda chempion bo'lgan o'zbek boksyor qolib, boshqa bir rusni jo'natgan. Jahon chempionatida chempion bo'lib kelgan. Rizqiy davrida. O'tgan Haydarovda Hurmat Rizqiy davrida. U qolib ketib, Yemishib qolib ketar, yetardi, rizqi qolar. qolar. Demak, rizqi qolar. Anaqa Keyin bir marta ilojini qilinmasa yutkizgan ham kasalligi tufayli u qolib, rizqi bor chempion bo'lgan. Manalar chiqib ketgan bo'lsa ham maqbul. qo'li singan holatda bo'lganda. Yo'q, jang davomida singan. Nega o'zinga? O'shandan keyin mana gapirib qoldi, anjanga kelib, Oqqonda zasidani zalida o'tirib, Abdullayev degan odam Oqqon. Mana shu edi. Abdullayev. Ashu odam davrida kelgan. Minbarga chiqib mana turib gapiradi-ku. Bir ikki og'iz gapirib, men ruscha gapirib kelgan ekanman.
Aslında bunu qo'l majalda mana qilib tutilgan ekan. irodan, Shunda boks bo'y uchun kelgan odamga anaqa boks maktabi ochib ketgan shu. Asl skill. Shundan keyin biz Andijon bokslar Boks maktabi ochib ketdi. Shunda rayondan butun viloyatdan ikkita uchtadan qilganda men to'g'ri kelib borgan ekan mana shu yig'ilishga. Uni uzun nurch odam edi, Abdulla degan odam. Yevray qo'lma. Ana bu nurch odam edi. hali gapirdim-u, haligi partiyaga o'tasanmi deb unamadim. Shunda 1,5 yilmi xizmat qilganimda Chas bilan yotoqxonani orasi taxminan bir 2 kilometr, 2,5 kilometr borda. Haligi yo'l yomon, yomg'ir yoqqan bo'y. Haligi poyabzallarni yotayotganda tozalab, pok qilib artib, yuvib, lekin yotiladi. Ertaman suruvda turganda jindek kirsa, bosh bo'lsa, naryad belgilanadi, jazolanadi. Shunda hamma yo'l tayyorlab qo'yib, kelib stolda o'tirsam, serjant keldida, serjantlardan. Sen borib dedi, chasga ashitdan artib qo'ysang bo'ldi dedi. Tualet boshqalarni ham shuni maqlish kerakda. Nayatga bayram. Qolganini dedi, men qolgan haligi aybdorlarga qildiraman shuni.